Ushbu bankning seyfida 100 ming dollardan ortiq pul bor va hozir seyf muhrlangandan so'ng bu seyfga kirishning yagona yo'li bu kalit bilan otish bo'lib qoladi. Va hozir yigitlardan qaysi biri birinchi bo'lib eshikka tez ichlik narsani oladi? Olg'a. Yo xudoyim. Nima qilamiz? Chandler devorni sindiryapti. Kris esa tirmashib chiqyapti. Kris buni epladi. Boshqa kimdir unga ergashadimi? Kris eshikka tayib bo'ldi. Men hali hech narsa qilishga ulgurmadim. Shunchaki dastakni tort va hech narsa yutmading. Bu shunchaki hiyladan aylang darvozasi edi. Endi yigitlar barcha qiyinchiliklarni yengib o'tishadi va qaysidir seyfda otalari uchun 100 ming dollar pul bo'lishini umid qilishadi. Yo xudo. Agar siz qaysidir lazerga tegsangiz o'yindan chetlashtirilasiz. Nolan, olg'a, u ketyapti. Ehtiyot bo'l, Nolan. Voy, Chandler tegdimi? Tegishiga oz qoldi. Men juda ham qo'rqib ketyapman. Ehtiyot bo'l. Men ketyapman. Nolan taraqqiyotga erishmoqda va mana u g'olib bo'ldi. Yo'q. Nega men zo'rman a? Chunki sen ozg'in va uzunsan. Dadang 100 ming dollar yutib oldimi yoki sen keyingi o'yin maket bilan yurasanmi? Hazırlaşırsam Hech bo'lmaganda maneken kelishgan. Mening sevimli joyim bo'lgan stakanlar shahriga xush kelibsiz. Bu yerda qizil stakanlardan 1 milliondan ortiq joylashtirilgan. Bu aniqmi? Hisoblamang. Bu yerda seyfni ochish uchun nimadir topishingiz kerak. Kalit. Men birinchiman. Kalit. Qidiruvni boshlang. Buni tomosha qilish juda ham manoqli. Ular kalitni qidirayotganga ham o'xshamaydi. Chandler, kalitni top o'g'lim. G'alaba! Men sening uchingni bilardim. Ha! Hozir ko'ramiz dadang nima yutib oldi ekan. Gap shundaki, agarda sen 100 ming dollar yutib olsang, otangga Tesla ham qo'shib beraman. Videoni ko'rishda davom eting. Qanunda keyingisiga o'tamiz. Men yigitlarni olib keldim. Ular tushayotgan ishni ko'rmasliklari uchun ko'zlari bog'langan. Eshik harakatga keldi. Qani boshlang. Ular eplaydimi? Karl birinchilardan bo'lib seyfni ushladi. Mening 100 ming dollarim qani? Ojaqa 100 ming dollar emas. Sen 100 ming dollar yuta olmading, lekin otang 10 ming dollar pul yutib oldi. Yaxshi bolajonim, otangizga hech narsa yutib bermaysizmi? Men shunga harakat qilyapman. Achinarli. Ko'ramiz keyingi xonada nima bor ekan. Bu Lego tog'i va bu esa osmonda osilib turgan kalit. U osilib turibdi. Sizlar Legolardan foydalanib kalitni olishingiz kerak. Kalitni olgan inson seyfni ochadi. Yo'q, Karim. Ulardan zida yasang. Sen yaqin ham emassan. U qoida buzar. Chandler, seni bo'ying baland, shuning uchun sen uni sakrab olishing mumkin. To'pog'imni ko'ryapsanmi? Ular kalitni olguncha men sizlarga yangi botimiz haqida gapirib beraman. Botimizning xizmatlari siz videolarga tarjima sotib olishingiz va ovoz sotib olishingiz mumkin va hattoki siz YouTuber bo'lsangiz videolaringizga dizayn sotib olishingiz mumkin. Sen hattoki to'g'ri ham qilmayapsan. Voy. Bu ahli. Lekin afsuski botimiz hali ishga tushirilgani yo'q. Siz esa bu jarayonni tezlashtirishingiz mumkin. Buning uchun shu kartalarga donat qiling. U epladi. Ajoyib. Men bilgandim. Agar siz bizga donat qilsangiz kommentga ham pul tashladim deb yozib qo'ying. Iltimos. Seyfda nima bor ekan? 100 ming dollar o'g'lim. Bu 100 ming dollar emas. Agar sen keyingi bosqichda yuta olmasang, o'yindan chetlashtirilasiz. Mening shuncha harakatim bir ting bo'ldimi? Sen g'alaba uchun harakat qilishing kerak. Agar keyingi bosqichda yuta olmasang, sendan xafa bo'laman. Biz lazerlar xonasiga qaytib kelyapmiz. Lazerlarni yoqing. Bundan qanday o'tamiz? Lazerlar bir g'oyib bo'ladi, bir paydo bo'ladi. Lazerlar yo'qolgan payt sizlarning o'rtasiga kirishinglar kerak bo'ladi. Agarda siz bizga donat qilsangiz, iltimos buni izohda yozib qolding. Biz buni bilishimiz shart. Agarda siz bizga donat qilmasangiz ham iltimos videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'ling. Bu bizga juda ham katta yordam beradi. Hozir donat qiling. Biz yig'ilgan pullarni o'zimiz uchun emas, kanalimiz rivoji uchun ishlatamiz. Va biz o'sha yig'ilgan pullarga yangi mahsulotlar sotib olamiz. Va biz o'sha yig'ilgan pullarga mikrofon va biz uchun kerak bo'lgan narsalarni xarid qilamiz. Agarda bizga donat qila olmasangiz, kanalimizga obuna bo'ling va videomizga like bosing. Videoga qaytdik. Chandler, lazerga tegsang o'yindan chetlashtirilasiz. Nima? U hozir uni ko'radi. Yaxshi, u epladi. Bu birinchisi, yana qilib ko'rasanmi? Bu juda ham asabiylashtiradi. Yaxshi, sizlar ham sinab ko'rmaysizmi? Bizmi? Nima? Bu lazerlar faqat Chandler uchunmi? Menimcha shunday. Biz uddaladik. Mana shunday, ehtiyot bo'l bolam. Chandler, bu oxirgisi u juda ham tez g'oyib bo'ladi va paydo bo'ladi. To'xtanglar, biz buni sekinlashtirgan tasvirda ko'rishimiz kerak. Lazer uzilmabdi. Chandler buni muvaffaqiyatli bajardi. Tabriklayman. Biz o'yindamiz. Seyfda nima bor ekan? Bu teskari bo'lib qopti. Umid qilamanki Chandlersan. Buni qayerdan bilding? Men buni oldinroq qilgandim. Sen hech narsa yutmading Chandler, lekin o'yindan chiqib ketmading. Bu xona elektr simlari bilan o'ralgan.
Bu yerdagi barcha simlar faqatgina temirga reaksiya bildiradi, qo'lga emas. Shuning uchun bu xavfsiz, lekin biz ularni qo'rqitamiz. Bolalar, simga desa nima bo'lishini ko'ringiz kelyaptimi? Axir bu xavfli-ku. Bolalar buni xavfli deb o'ylab oyoqlarini ichida yurish bu juda ham kulgili bo'ladi deb o'ylayman. Lekin negadir Kris bundan qo'rqmadi va uning ustidan yugurib o'tdi. Voy! Kris birinchi bo'lib bunga tegdi. Men Kris yutishini bilardim, chunki bolalar aldandi. Bolalar endi sizlar keyingi xonaga borasizlar. Rahmat Kris. Bolalar endi keyingi xonaga boradi. Hamma o'z joyiga kelsin va kimgadir ovoz bersin. Eng ko'p ovoz chiqqan odam seyfni ochadi. Ichida $100,000 bo'lishi mumkin. Xo'sh, qoidalar qanday? Biz o'zimizga ovoz bera olamizmi? Yo'q, bera olmaysiz. Men buni bilardim. Ovoz bering, ko'ramiz kim seyfni ochar ekan. Sen kimga ovoz berding? Koru. Ha, do'stim. Men Nolanga ovoz berdim. U yutish kerak. O'g'an. Men Nolanga ovoz berdim. Nolan ikkita ovoz. Chandler, sen kimga ovoz berding? Krisga ovoz bergandi. Nolan ikkita ovoz bo'lgani uchun Nolan g'olib bo'ldi. Men $100,000 yutib oldim, dada. Bu $100,000 men his qilyapman. Xo'p, hozir ko'ramiz. Keyingi bosqichda siz metal detektordan foydalanishingiz mumkin. Nimaga? Bu orolda kalit yashirilgan, qiyinchilik boshlansin. Meninchisi osonlik bilan topa olasan. Albatta, men qidiraman. To'xta, men kalitni olishim kerak. Menga xaloq berma. Bu meniki. Men uni topdim. Kalit meniki. Nima bu tosh ekan? Nima biz toshni shuncha talashdikmi? Ular uni kalit deb o'yladi. Men bekorga sandvich oldim. Do'stlar, men haqiqatan kalitni topdim, lekin u singan ekan. Hisobga olinmaydi. Hisobga olinadi. Tabriklayman. $5,000 uy kartasi yutib oldingiz. Har bir otaning orzusi. Esingizda bo'lsa, videoning boshidagi ombor bo'sh edi. Biz uni qora choyshab bilan bekitgan edik. Lekin endi biz $100,000 ko'rsatib qo'yamiz. Ko'ramiz kimning otasi $100,000 qo'lga kiritadi ekan. Ko'rib turganingizdek biz yana birinchi xonadamiz. Bu yerda mixlar bormi? Unutmang, kim birinchi bo'lib bunga tegsa ichidagi narsani yutib oladi. 100,000. To'xtanglar, hali boshlangani yo'q. Orqangga qayt. Endi esa boshlandi. Nima qilyapsan? Yaxshi o'g'lim, zo'r ketyapsan. Juda ko'p shisha. Yigitlar, shunchaki derazani sindiring. Nolan, ehtiyot bo'l. Nolan unga tegdi. Eshikni o'zing ochishingga ruxsat beraman. Ha, men $100,000 qo'lga kiritdim. Ha, bu mening orzuyim. Qaranglar, hammasiga qarang. Bu oxir $100,000. Dada, qarang, siz $100,000 qo'lga kiritasiz. Men sen bilan faxrlanaman, Nolan. Kanalimizga obuna bo'ling va videomizga like bosing. Agarda shu videoda 500 ta like bo'lsa, men tarjima bo'lgan yana bir videoni yuklayman. Axir bu sizlar uchun qiyin emas-ku, biz uchun esa juda ham katta motivatsiya bo'ladi. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.